Assalomu alaykum aka-ukalar, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, xudo xolasa bugungi 7 bosh, 2 sigirimiz, 3 bo'g'ozimiz, 2 gumonga xunajinlarimizni ko'rsatib beramiz. Bitta arzonni qilib narxlarini aytib beramiz. O'zimiz kanalga qo'yilyapti. A'lo chorvaga. Xudo xolasa ma'lumotlar yo'qsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana ularni ham ko'rsa. Bu yerda rossiyskiy parodamiz bor. Bolasi simental gibrid bo'lib tushdi. Novvoz. Bitta belgiyskiy paroda buqamiz bor. Bu ham gibridning. Naryoqda shvedlarimiz bor. Qaysi biri yoqsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa hammasi zotdor. O'namdan ko'rsatdim. Aka. Yetir qani. O sigirni oldiga boring. Rossiyskiy paroda sigirimiz bolasi simental gibrid bo'lib tushgan 10 ta sutga 2 kurak, endi birinchi bolasi xudo xolasa. Tak. Bo'ylari 1.40. 1.40 pulni aylantirib, baklari zo'r, turoyelini ishlashiga, sog'lomligiga, yeb-ichiga javob beramiz. Molimiz bolasi ham buqa, bolasi ham addenni tema, o'zi ham addenni tema. Birinchi bolasidan 10 ta sut beryapti. Hali keyingilarda yana ko'payib ketadi. 39 million O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Buqani ham dahshat bergan, xudo xolasa. Rasa o'sadigan 15 kunlikmi bo'ldi. Ikkinchi sigirimiz 3-bolasi. Bola belgiyskiy quruqqa qo'yilgan. Yaxshi o'longina buqa berdi, yaxshilab olgan. Yana bola, buni ham 10 ta sutga beraveramiz. Baklari zo'r, yuvoshliklaridan o'sha muammo yo'q. Chiqishlari ham zo'r, xudo xolasa. O ekranga ham solib. Bunimiz 36 million O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Bola buqa 3-bolasi buniki. Bu ham 10 ta sutga birchini qaymoqqa. 3-molimiz 4 oylik bo'g'oz, Qirg'iziston shved. Mana sigirni bo'yini o'lchamaydi. Bitta o'lchab o'tib ketaylik-da. Tak. 1.25 ga olaverasizlar, 1.25 ga. Pachka bo'lib ketgan molimiz. So'ygan baqqanmi, bilmadim. 1.20 filishga olaverasizlar. 4 oylik bo'g'oz. 27 million O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Ol yaxshilar. Xudo xolasa zo'r mol. Mazaq sigir qiladigan Qirg'iziston shved paroda. 3-chimiz ham Qirg'iziston shved paroda. Bunimiz 8 oylik. Chandirlarni oling. Mana 8 oylik. Bir oyda ya bu yoqda tug'ib beradi, xudo xolasa. Molimizni bo'yi 1.25 ga olaverasizlar. Bu hali kurak ham chiqarmagan bo'lishi kerak. Tak. Hali bo'za. Kurak yorgan yo'q. Yana o'z tuqquncha ham yana o'sadi hali. 2 kurak chiqarguncha ham ikkinchi bolasini tug'ami. Toza savay shvetidan. Buni 10-15 kunlik kuni qolgan, xudo xolasa, chandirlarni solib, yelinlari zo'r holatda. Yuvoshlardan opshim gap bo'lishi mumkin emas. Qo'yardim uni. Mana ol mol bu yoqda kallalari bilan. Mol o'ta go'zal. San'at asari desak ham bo'laveradi. Bo'ylari 1.25, 1.23 ga beramiz. Xudo xolasa. Jonor hamma yo'g'i kelgan, 2 kurak endi chiqargan bu. Borganda ko'raverasizlar. Ozgina tulash joyi qolgan. Bu ham zo'r sigir bo'ladi hali. Turuvlari hamma yo'qlari gap bo'lishi mumkin emas. 33 million O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 6-molimiz. Toza savay.
yoshlar uchun gap bo'lishi mumkin emas. 2 oy gumonga oldik, gumonga beramiz, qisir hisobida narx aytamiz, xudo xolasa. Puli yengil. 30 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. 2 yurak endi chiqargan, bo'ylari bir 33 bo'yi. Bo'yi 1.33. Oxirgi molimiz. 30 millionga dastavka qo'yamiz. Bu 4-yurakni chiqargan, bu ham 2 oylik gumonga, bo'ylari 1.38. Bu ham yaxshi sigir bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ydor. 4-yuraklarni chiqargan o'zi. Bu ham ashi buqaga qo'yilgan, tekshirib qo'yish kerak. Bir oydan o'tgan buni qo'yilganiga. Bunimizni 28 millionga O'zbekiston bo'ylab dastavka qo'yamiz. Mollarni ko'rildinglar. Kamchiligi bo'lsa, video yaxshi olinmagan bo'lsa, boshqatdan Telegramda yozsanglar, video qilib addenni tashib beraveramiz. Blogerimiz yo'q, o'zim ukamga video qildiryapman. Hozir o'zimdan bitta ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Olib kelibdi. Mollar hamma yo'q chiqyapti. Mana, sigirimiz ham o'ta zo'r. Hamma yo'qlar kelgan, bo'ydorgina, suvayli yaxshi mol. Hozir sigir holatda, eti normali. Semirib ketsa, sigirlar sutni zo'r berib olmaydi. Bu molimiz ham xudo xolasa, taylari ham, tutaylari hamma yo'q zo'r. Qirg'iziston shvetimiz ham normali. Hammasi xullas olib foydalanadigan zotga foydali, sifatli mollar. Xudo xolasa olib, boqib, maza qiladigan joyi. Bemalol videomiz yoqqan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqib, mollarni savdosini qilaverasizlar. Hammalariga joylarga baraka bersin. Mana. Ketkijan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa, yangi partiyada kelsa, yana qo'yib beraveramiz. Bundan ham zo'r video chiqqan, bloger qo'ygan va boshqa Doston.uz blogerga ham qo'yganmiz. Undan o'tib ko'rib ham ma'lumotlar kam bo'lsa, boshqa bo'lsa, shunga o'tib ko'rsanglar ham bo'lardi videolar.